Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari va guruhimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan ingliz tilidagi eng muhim darslardan biri. Nechinchi darsimizga kelamiz? 17-darsimizgami? Bugungi darsimiz Lesson 17, ya'ni 17-dars. Action verbs degan mavzu o'tamiz sizlar bilan. Ya'ni harakat fe'llari. Harakat fe'llari juda ham kerakli mavzu. Endi boshlanadi. Mana present simple deyiladi. Hozirgi oddiy zamonda o'rganishda juda kerak bo'ladigan mavzu mana shu bo'ladi. Birinchi navbatda biz sizlar bilan darslar davomida harakat fe'llarini o'rganib, ularni gaplarda ishlatishni o'rganamiz sizlar bilan. Demak, birinchi bugun o'rganadigan fe'limiz bu eat. Talaffuz qilinishi eat bo'ladi. Ma'nosi yemoq. Ya'ni nimanidir yemoq degan ma'noni bizga bildirib beradi mana shu fe'limiz. Mana biz sizlar bilan oldingi darslarimizda o'tib kelyapmiz mevalar yoki sabzavotlar. Ana shunaqa. Demak, hozir it bilan birini ishlatib ko'ramiz. Ingliz tilida men degan olmosh qanday bo'ladi? Javob beraveramiz bemalol kuzatuvchilar. Bemalol javob beraveramiz. Men degani I. Endi yemoq nima edi? I eat. Mana shunaqa gap tartibida e'tibor beramiz. Men deyapmiz, mana men. Eat yemoq. I eat deydigan bo'lsak agar, men yeyman degan ma'noni bildiradi. Endi sabzavotlarda o'tdik, mana mevalarda o'tdik. Biror bir meva aytamiz, misol uchun bitta olma demoqchiman. Qanaqa aytaman? One apple. An apple. An apple. Yaxshi. Mana aytyapmiz. Men yeyman bitta olmani. Shunaqa. Men yeyman bitta olmani. Hozircha shunaqa tarjima qilib turaylik. Keyinchalik moslashib ketamiz. Ingliz tilida shunaqada gap tartibi. Hozircha shunaqa tarjima qilib turaylik, o'zbekchaga keyinchalik o'rganib ketamiz. Xo'p, bu yerda ikkinchi holat. Demak, ikkinchi holatda drink fe'lini ko'ramiz. Bugun sizlar bilan drink. Ya'ni talaffuz ham drink ichmoq degan ma'noni bildiradi. Drink ichmoq. Ichmoq degan ma'noni. Drink water bo'ladi, sizmi? To'g'ri, malades. Malades Abdulatif. I drink water. I drink water. Tarjimasi qanday bo'ladi? Suv ichaman. To'g'ri. Men suv. Mana bunaqa qilaylik. Men ichaman suvni. Hozircha shunaqa tarjima qilib turamiz, keyinchalik o'rganib ketamiz. Men ichaman suvni. Mana shunaqa demak tarjima beryapti sizga. Drinkni boshqa demak kishilik olmoshlar bilan ishlatsak bo'ladi. Ko'priklar bor-ku, misol uchun biz, sizlar, ular deganda bu shakllar o'zgarmaydi. Fe'l shakllari o'zgarmaydi. U o'zgaradiganini keyinchalik o'tamiz. I drink. Xo'p, davom etamiz. Keyingi fe'limiz sleep. Ma'nosi nima degani? Sleep demak talaffuzda sleep bo'ladi. Tarjimada nima degani? Uxlamoq. Sleep uxlamoq. Misol uchun aytamiz. I sleep on a bed. Ma'nosi nima degani? Men uxlayman divanda. Shunaqa, men uxlayman divanda. Men uxlayman divanda. Mana. I sleep, men uxlayman degani on ustida, a bed divan, bir divan. Men uxlayman divanda. Yaxshi, davom etamiz. Video roligimizda nimasiga vaqtga ham qarab qo'yishimiz kerak. Demak, qayerda ko'rsatayapti? Okay. Davom etamiz. 4-gapimiz bizda. Fe'limiz, harakatimizni ko'ramiz. Sleepni ko'rdik, endi get up yoki wake up. Talaffuzlari quyidagicha bo'ladi. Get up. Wake up. Get up, wake up. Ya'ni bu nima degan ma'noni beradi bizga? Demak, uyg'onmoq. Uyg'onmoq. Turmoq. Uyg'onmoq, turmoq. Mana shunaqa.
Ikkalasini ham demak uyqudan uyg'onishga biz ishlatsak bo'ladi bemalol. Mana bitta gap tuzib ko'ramiz mana. I get up at demak 7 o'clock. Tarjimasi qanaqa bo'ladi? Kim tarjima qilib beradi? I get up at 7 o'clock. Men soat 7da uyg'onaman. To'g'ri, men soat 7da uyg'onaman. Boshqa kuzatuvchilarimiz ham bemalol darsga qatnashib, o'z fikrlaringizni berib boraverasizlar. Agar biror bir xatolik bo'ladigan bo'lsa, albatta tushuntirib beraman. Men uyg'onaman. Agar so'zma-so'z mana tarjima qilib turamiz hozircha, uyg'onaman soat nechida? 7da. Juda yaxshi. Men uyg'onaman soat 7da. Juda yaxshi, juda yaxshi. 5. Keyingisiga o'tyapmiz, keyingi fe'limizga. Keyingisi, demak, walk yurmoq degan ma'noni bildiradi. Walk yurmoq. Demak, hayotimizda ishlatiladiganlardan harakat qilyapmiz ko'proq o'rganishga. Demak, men yuraman degan ma'noda yurmoq. Bu yerda agar gap tuzadigan bo'lsak, I walk in the park. Mana ingliz tilidagi so'zlarda ham ba'zilari o'zbek tilida yaratilmagan. O'zbek tilidagi so'zlar birdan yaratilib qolmagan. Inglizlardan harf sifatida olingan so'zlar ham bor. Mana misol uchun I walk nima degani? Men yuraman degan ma'noni bildiradi. Men yuraman. Endi in nima degani edi? In prelogi. Preloglar ustida, ichida, yonida. In. Ichida. The park. Parkni bilamiz, park deymiz. Parkka ketdik deymiz. Park nima edi? Park oddiy bo'ladigan bog'. bog'da. Bog'ni. Men yuraman ichida bog'ni. I walk in the park. Ingliz tilida gap tartibi shunaqa bo'ladi. Yaxshilab